sizlar to'y qilgan vaqtda siz to'ykunga kelganmi? Albatta, aniq kiyimizda. Bugundan boshlab haftada bir qism to'y turmush paranglarimiz o'zinglarda bo'ldi. Buning asosiy to'ydan keyingi baxtli minutlar xotirlandi. Unda bo'lsa bizdagi bugungi tunji mehmonimiz bo'lsa, Sujo Dashiyoning o'qituvchisi Maqsuda muallim. Unda bo'lsa o'zinglar bizdagi paranglarimiz bo'lsin. Yaxshimada? Oy, Yaxshida. yaxshimi? Yaxshi ko'rishib o'zim bo'libdi. O'zingiz yaxshimi? Naqal yaxshi. Uzoqda muborak bo'lsin. Rahmat. Akungiz so'ras? Akaz vallahi qarab mana xizmatda azroq bir ishlar bor, shu kechdim. Xizmat qilgan. Bo'pti. Sizni bugun avval ham bo'ldi qanday? Yaqin. Kelmadiganlar xush bo'ldimi? Amsada biz kurashmagil uzun bo'libdi, hamda mushqaytdan o'zimiz bunda bir paranglashqach kurashgacha sizning ham turmush qurgan pozitsiyalaringizni anadagi shu turmush jihatdan sizning o'ngsizliklar bo'ldi, hamda baxtli turmushning har xil turmushlardan kech turmushni boshdan o'tkazamiz emasmi? Shularni baraliqi ham bahrinlab bir parangchaylab keldik. Ham tunji sonimiz sizniki chiqib berganingiz ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Menim ham deyaptim, mishaga tunji sonimiz chiqib bering, tadabiyim qo'shildim. Rahmat edasizmi? Endi biz necha ko'rashdik, paranglashdik, lekin hozirgacha biz siz masalan to'y qilishdan burun kelgan bo'lsa yoki keyin kelgan u to'g'riliq turmush to'g'riliq hech paranglashib ketmabdi. Shundan qarta bir so'zlab beramsiz. Sizlar to'y qilgandan keyin kelgan ekanlar yoki Amniyatda men suruq kelgan vaqtimda ikki bolanim tug'ilib to'y qilib kelgan. Bu yerga kelgan vaqtimda chunki men nurg'un cho'ng g'ayrat bir jasorat bilan bu xil bu shunza deymizga bu xil deyman. Buni chiqarish maqsadim tas kelganda bu xil hamda tanlashni bu yo'lni tanlab bu yerga kelish uchun birsi o'liklarning qo'llash bo'lmas bo'lmaydi. Shu jarayonda biz buni qiynaldik. Baraymi, bormaymi? O'zimning so'rovnomasi o'tganligini bilgandan keyin birinchi lafam o'ylaganim ikki bola bilan to'g'ri yo'lishim bilan qanday qilib turmushimiz ta'siriga uchramdi. Bu jarayonda masalan biz turmushimizni qanday qilishimiz, keyingi yo'llarni qanday yengishimiz kerak degandek nurg'un savollar tursa ikkimiz haqida jiq paranglashib ketdik. Hatto tunji qatdan menda bu xabarni bilgan vaqtida men yo'lishim hamda o'zimiz qanday deymiz, hangirgan bo'ldi. Hangirab yoqimiz bormamsiz ya. Hamda Shinjongda shunday yaxshi xizmatlarimiz, o'zingiz shunday niqot qaqtingizda hamda Bamsa qanday bo'lar degan shu bir fikrlarni bergan. Lekin hamda uzun mezgil ikkimiz tang birlashib, fikrlashib, hamda nurg'un kishilarning atrofimizdagi hamda aql kishilarning fikrlari bilan o'ylashib yanaman. Hamda bolalarning kelgusini o'ylaganimizdan yaxshiroq sharoitlarga yotib bera olsak, o'zimizning hozirgi vaqtimizda ilgari olsak, menimcha yaxshi bo'larmikin deb so'rov kelishini tanladim. Unda chiqib akamiz bilan o'tib bilan sizni chiqib shunda cho'ng qo'llab turibdi jimin. To'g'ri. Ularning qo'llashim bo'lsa biz bu yerga kelib menimcha turishim haqiqatan bektas. Endi savolni yamayrik keldi qadam shu sizniki turmushingiz to'g'ri qilaman deb so'rayman. Shu sizlarni o'zinglar cho'naq tunishib to'y qilmatanlar yoki bo'lmasa o'zinglar tunishib to'y qilmatanlar? Biz o'zimiz tunishib saodash bo'lamiz, to'lag'otda boshlab o'qigan saodashlar. Shu saodashlik bilan arliq saodash bo'lib shunday yaxshi o'tdi. Keyindan shu to'y alimentlardan bitirib qolgan keyin o'zaro izlashib, tepishib degandek. Unda qolganda sizlar to'y qilgan hozir nechilik bo'lgan? 2011 to'y qilsak, hozir 15 yil bo'lamda, 15 yil qarab uzun bo'libdi. Bilanlar ish bo'ldi. Shunda baxtli turmush kechirishlar undaqda. Unda sizlar shu sizlar to'y qilgan vaqtda siz to'ykunga kelganmi? Albatta, aniq kiyimizda. 2011 bo'lsa, 15 yil avval o'chardek. Azg'am o'charlarda to'ykunga kelganlar. To'ykunga kelganlarmi chiqdi. Lekin to'g'riroq hamdaylikda ijara olgan ishlar jiqraqdi-chu. To'yni o'zim cho'qim to'ykunakni o'zim ilishim kerak. O'rtada to'ykunaklarning jihatdan hamda soni ozroq, hamda xilim ozroq. Shu vaqtda biz to'ykunak to'g'riliqmi shu ayni vaqtda biz ijara olaymi degan vaqtimizda shu yo'lishim. Naqsh shu bir Beyjing bir xizmat masalasi bilan shu tashabbus qilib qoldi. Shu Beyjingga berib yo'lishim otaydan o'zlashi to'y bozorda shu to'ykunak bozoriga berib, menga bir ko'ynakni tanlab ikkimiz to'rdan deyishib shu. Men degan shu vaqtning 15 yilning o'zida hamda apagan bo'lsa, demak akamizni sizni aytish qilib ko'ngildan. Bir-birimizga hurmatlaymiz. Unda bo'lsa shu men turmush 15 yil bo'libdi, men to'y qilgancha. Hamda ikki bolalar bor ekan, hamda hozirgachalik turmushinglarda o'ngsizliklar degandek ishlar yuz berganmi? Endi
Menimcha bu turmushlarda turmush o'tish jarayonida umidsizliklar uchirmaydi degili bo'lmaydi. Endi o'zimizning ota-onamiz bilan o'zimizning akalar bilanmi bir uyda cho'qim endi u yoqqa o'tmasak bu yoqqa o'tmasak balki ba'zan ishda to'g'riliq gap so'zlar to'g'risida endi so'qishib qo'yish ahvollarimiz yoki gap talish ahvollarimiz normal deb o'ylayman bu. Lekin endi bu turmush jarayonida endi so'qishib qoldim yoki undaq gap talish qoldim deb endi turmush u yoqqa bu yoqqa o'tib ketishning menimcha ahamiyati yo'q deb o'yladim. Endi mening ham shu 10 yillik turmush hayotimda menga bergan bir eng cho'nqur shu bir o'zimning o'ylaganimda cho'qim shu turmushni ikki odam tang birga ilib berayotgan bo'lgandan keyin cho'qim qarshi tarafning o'ylayotganlarini nima uchun mushtaq o'ylaganligini fikrlash kerak bak muhim ekan-ku bu. Cho'qim to'xtamay fikrlashib, mayli bolalar bilanmi, mayli oila uchun qanday bo'ladi. Chunki o'xshagan ikki oilaning bir kishi bo'lgan shu o'g'andan keyin Şu ikimiz çok nurgun uyalar kelgan chog'da bizim so'qishib qoldik, tirkishib qoldik. Hatto ajishib kelsak bo'ladimi degan xiyollar bo'lmaydi, tegilmaydi. Lekin endi bu ishlar o'tib ketgandan keyin yana qaytadan o'ylab, agar men bo'lsam qanday bo'lar qo'ydim. Men qanday o'ylagan bo'ydim, u qanday o'ylagan bo'ydi deb o'xshagan o'zimizni shu qarshi tarafning o'rniga qo'yib o'ylash jarayonida bu turmushniki haqiqatan o'zimizga bergan o'rgangan narsalarimiz endi bizga bergan narsalarni aytib mo'l bo'ldi ekan deb o'ylayman. Bizni texmanda ish ko'rgan ishlar qo'yilgan chog'da kamtarlik bilan hal qilishni, tamtirmaslikni, o'ziga puxta bo'lishni, bolalar tarbiyasi jihatdan yoki qaysi psixik jihatlardan bakrak o'zini o'ylashni o'rgatilgan deb o'yladim men bu turmushni. Demak, turmushda shu bir-birini tushunib, bir-birini qo'llashamadan asosan to'g'ri. Fikrlashish bek muhim, o'zaro qo'llash bek muhim deb o'ylayman. Adam sizdan bir so'rab baksam, sizniki shu butun akamiz bilan o'tib bolalarimiz o'sha qaytib keldi hozir Mishada. Endi hozir shu Mishada bolalarni o'qitib qilish jarayonida oilada masalan qanday bir qiyinchiliklar bo'ladi. Endi o'zingizim bilsiz, bir bolani beqish jarayonida nurg'un qiyinchiliklar yo'liqamiz. Ko'pmi endi yurtdan jiroq o'zimiz tanlab, endi mushunchalarni jiroq bir shaharlarda bolaning o'qishiga, turmushiga har jihatdan qarashni bir shub qoldi-da. Orliqlarda cho'nglar kelib, deb qarshib qiladi dedik, lekin to'liq vaqtlarda menimcha bola tarbiyasi bo'lamdi, ma'rifat bo'lamdi, ya'ni o'zimiz kuchimizsak, o'zimiz kerak, o'zimiz ko'nglimizni bermasak, bo'lmaydigan bir ish ekan-ku. Yo'lchim bilan biz ham orliqda shu xizmat masalasi, yana bir orliqdagi yuqumli jihatdagi bir masalalar to'g'risida necha yillarcha orilib yurib qoldik, amal yo'q. Lekin keyin o'zimiz o'ylab, yana bir butun oila bolalar texnik otliq burchimiz ado qilish uchun yo'lchimiz o'zining Shindondagi bazan xizmatlarini tashlab Mishada biz bilan tang qaytib oxiri jam bo'ldik bir kishilarimizchi. Demak, ishqib akamizmi sizniki shu xizmatingizni aytib qo'llaydigan o'zining shu qo'llaydi. Cho'nglarimiz qo'llaydi xizmatimizni. Xizmatlarni tashlab sizning yana Mishaga kelingizdan kelib chiqib shu bolalarning uyini shulamdi, opirib akilish bilamdi, chunki bu yerda men qatnashar jihatdan jiroq bo'lgan ekan bolalarning nuqliq maktablarda o'qiyotgan emasmi? Shu butun ma'rifda masalan bütün nimasiga bolalarni o'rganishiga, turmushiga degandek o'zining bek bolajonlikchi yo'ldishim. O'zini bolalarga bek atab shu o'zini berib, shu uyga bek kuyinadi hozir. Endi xizmatingiz to'g'ri bir so'rab baksam, endi o'zingiz shu oliy maktab ba'zir xizmatdan qilyapsiz-ku o'quvchilarniki. Endi hisobdan shu yoshlarga bekroq yaqinsak bo'ldi. Shularga endi hissiyot jihatdan qandayroq o'zingizning shular deydan, o'zingizning o'ylaganlaringiz masalanchi, yetkazganlaringiz bor. Buni qanday so'zlab beramsiz? Endi men ham o'quvchilar xizmatini tutqili bu maktabdagi osonlik maktab bolalarning o'quvchilar xizmatini tutib menga xili yillar bo'lib qoldi. Endi mening har bir qitimliq mayli cho'ng yig'in bo'lamdi, kichik yig'in bo'lamdi, yo o'quvchilar bilan paranglish jarayonida ular mening bergan taklif fikrimlarimning bir muhim birisi deb o'ylayman. Mening cho'qim oliy maktab degan inson hayotida birlik keladigan bir nihoyat ahamiyatli bir 4 yilchi. Chunki insonning eng go'zal mazgillarida keladi. Bu 4 yil yoki 5 yil oliy maktab hayotida masalan qanday o'tkazish o'zimizga bog'liq bir ishchi. Shu mening birinchilab ularga taklif bergan fikrim, go'zal minut, go'zal daqiqalarda meni cho'qim o'zingiz yaxshi ko'rgan, yaxshi odamlaringizdan o'tkazsangiz, tang ilgirlasangiz, menimcha bu xil hayotda texnik ma'nilik deb o'ylayman. Shunga yaxshi yigitlarga uchirsanlar, hamma o'quvchilar deydiganim uchun, cho'qim o'zingizning ko'nglidagi shu xil muhabbatni cho'qim qo'g'lishinglar, izlaninglar. Shu orqali o'zingizlarga bo'lgan har xil o'ylagan tushunchalar bo'ladi. Chunki bumi bir xil kishilar o'rtasidagi bir xil fikr almashtirish emasmi? To'g'ri. Shu bir-birini tushunish orqali jamiyatni taniydi, kishilik munosabatlarda ba'zan munosabatlar qanday hal qilish o'rganadi. Bu menimcha oliy maktabdagi yoshlarning bir cho'qim o'rganmoqchi bo'lgan yoki o'rganish kerak bo'lgan bir xil bilim deb o'ylayman men. Shu men har qatim tashabbus qilaman bu yoshlarga. Cho'qim o'zingizlarning muvaffaqiyat uchun yoki o'zingizlarning yosh gençlar uchun tirishinglar yoki qo'llashinglar deb.
Şu bunu. Lekin hazır yaşlarımız deyimiz hem de zayıflakanday izzat atamda nurgun cihatlarda. Bekrek hem de bak koluşup ketmeydi çünkü adışlarda. Lekin dadıldırak bulup bir işlarda. Özden yaxşı görən üçün tirişib baxsa, qoğuluşub baxsa, yaqınsa, cım düşüdəm də hem de onu. Mesela bir oxub baxsa mənəcə çoxum oxşamağan başqa bir xil ali məktəb hayatığa, hətta ali məktəb bitdəgəndən keyinmi mən turmuşları texim yaxşı bo'lib ketdi deb o'ylayman. Rahmat eda, nihoyatda yaxshi so'zlar badanish qilib. Yaqin. Unda bo'lsa filmimizning oxirida bizning atrofimizdagi shahardagi do'stlarni keyin to'y qilib bo'lgan yoshlarniki o'ziniki baxtli turmushini bizlar bilan o'rtoqlashqisi bor do'stlar bo'lib qolsanglar, uchuranglarni bizga qoldirib qo'ysanglar, bizlarga aloqalasak bo'ldimsa, xayr xo'sh kelarsan ko'rishaylik.